Ansirmang, siz tanınib bo'ldingiz. Boshqa e'longa chiqsam bo'lamdi? Bo'ladi. Teriyallig'ini davolaydigan mahsulotga chiqqansiz. Teriyallig'i? Malham dora. Yuqumliq teriyallig'ini davolaydigan malhamning e'lonini deyman. Yana birinchi e'lon yaxshida qiladi. Bo'ladi. Tinchlikmi xon qiz? Siz meni ish kiyimning e'loniga tavsiya qiladigan bo'lgan edingiz-ku. Ish kiyimning e'lonini ishlab bo'ldi. Teriyallig'ning e'loni qanday? Qandaqli e'lon bo'lsin, mayli. Men chiqaveraman. Men xohlayman. Mana shunday qizg'in odamlar kerak, ko'rdingizmi? Ati-atigan so'rab kelish uyga keling. Rahmat xon qiz. Hech qisi yo'q. Saqlab turing, Tag'a, nega borsiz? Ommaviy qatnash bekitiga. Men olib qo'yay. Tag'a, sizga yo'ldagi narsalarni tasvirlab beray, Bo'ladi. 4 qiz o'quvchi chavak o'yini o'ynayotdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ayol erini uryapti. Chunki eri ko'ynikini yuttirib ketgan. Choyxonadagilar radio anglayotdi. Say Baba ibodatxonasining oldidan o'tdik. Hozir cho'ng ko'chaga chiqdik. Ommaviy qatnash bekitiga keldik, tag'a. Yangi Panjab ko'chasiga qanday bordi? Yangi Panjab ko'chasigami? Mana shu yo'lni bo'ylab udul menib, andan so'lga agilsangiz, naqshi ko'chaga borasiz. Gapingizni tushunmadim. Tushunmadingizmi? Udul mansanglar bir aylanma bor. Aylanmadan so'lga burilsanglar yetib borsizlar. Rahmat sizga. Rahmat. Bu रास्ता ताको 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 मैं पल पल जागो 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 मैं बार बार बदल करवट उसको सोचूं मैं ये मन है मैं गुजरे जहां से वो रौनक उड़ाए झलके नदी सी वो मुझको भी
Hayırlı seher xo'jayin. Xeyirlik-sar. O'ltiring qizim. Şirketimizning nomi chiqib ketadigan bo'ldi. Sizga ko'p rahmat qizim. Nemishqa menga rahmat aytasiz? Men sizning ma'qulligingizni olmay turibla ba'zi ishlarni o'rinlashtirib etdim. Şirketimiz yangi yil harpisida katta kechilik o'tkazmoqchi. Pa, Aziz mehmonning kimligini bilamsiz? kim u? Loyig'ingiz. Ayvi telegraf şirketining xo'jayini Sanjay Sinxoniya. Xo'jayin. Qanday qilib bo'lsa-mu uni cho'qim kechiligimizga aklishingiz kerak. Shunda qila oladiganligingizga ishinib, ikkilanmayla uning ismini taklifnomaga yozib etdim. Cho'ng shirkatlarning e'lon vakolatchilari, oliy darajalik e'lon ishiguvchi, film ishiguvchi, rejissorlarning hammasi qatnashidi. Kim sizni mendan so'ramayli uning ismini taklifnomaga yozib yuring dedi. Buni so'rash ketamdi. Yangi yillik kechilikka sizmi qatnashsiz, umi sizga hamroh bo'lib qatnashdi emasmi? Biroq uni taklif qilsam bo'lmaydi. Nemishqa? Biz urushib qoldik. To'liq qarsiq so'zlamang. Taklifnomalarning hammasini tarqatib etdik. Tez berib uning bilan yorishib qiling, uni qatnashga ko'ndiring. Qanday qilaman? Bo'lmasa mening yuzim to'kiladi. Kim sizni uning ismini taklifnomaga yozing dedi. Men asli sizga deydigan edim, biroq unutib qopdiman. Siz bek xato ish qilibsiz. Rasululloh bek xato ish qilibsiz. O'tinib qolaysiz, hammaylarning ko'ngliga azor berib qo'ysiz. Men Sanjay Sinxoniyani Hammaylar uni ko'rishni bakmi orzu qiladi. Biz tek uni ko'rib boqmadik deyman. Men uni Nima? Nima? Uni hech kim ko'rib boqmaganmi? Qandoq ko'rimiz? U Amerikadan yangi qaytib kelgan tursa. Undaqda men uni cho'qim ib kelaman. O'zingiz qarab bir ish qiling. Men xuddi Parisning sehrli tayiqiga o'xshayman. Bir pulni olib qo'ysangizlar, orzuyingizni amalga oshiraman. Ko'p rahmat. Sahni so'zi. Hay, men Sanjay Sinxoniya. Bek qamlashtirdingiz. Nihoyat yaxshi. Esingizda bo'lsin, bugun oqshom siz Sanjay Sinxoniya bo'lasiz, ha? Ma'qul. Hay, to'xtab turing. Anlab turing. Mening bir do'stim keldi. Siz Sanjay Sinxoniyaning qiyofatiga kirib oling. Agar u sizga ishonsa, unda chatoq yo'q degan gap. Uqdingizmi? Uqdim. Tayyorlab bo'ldingizmi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Uyda Sanjay bor. Sanjay? Loyiqim Sanjay Sinxoniya. O qani, ha? Nerede?
Nega qaravatsiz? Bu yerga qarang. Saçın. Sanjay efendi bilan ko'rishib qo'ying. Hey, men Sanjay. Sanjay Sinxoniya bo'laman. Nima? Bu yoq Sanjay Sinxoniya bo'ladi. Uma. Chaqchaq qilib otamsiz. U Sanjay Sinxoniyami, ha? Bu ishdan sirqa qalva artist. Dut, yurmas. Men nima qildim? Haqiqiy katta arboblar hargizmi avval ko'rishmaydi. Siz nemishqa avval ko'rishsiz? Emisa qachon ko'rishiman? O'tinib qalay. Hech nima qilguchi bo'lmang. Berib e'loningizga chiqing. Hajib munosabati. Bu qalva.